Hozir harakat qilyapsiz, sababini qilyapsiz, lekin qo'lingiz kaltalik qilyapti. Omad sizdan ozgina yuz o'girganga o'xshaydi. Muammolar ketma-ket kelyapti, qaysi birini hal qilishni bila olmayapsiz. Shoshib qolyapsiz. Mana shu holat erkak kishini boshiga tushishi bekorga emas-da, esingizdan chiqarmang. Aynan shu holatda e'tibor bering. Kimlar yoningizda, kimlar sizni qiyin kuningizda sizni yolg'iz tashlab ketishdi. Kimlarga ishingiz tushyapti. Kimlar qo'lida bo'la turib yordam bera olmayapti. Yordam berishni xohlamayapti. Eshigiga boryapsiz, eshigini ochishmayapti. Yordam qo'lini cho'zmayapti. Hammasini hisobini olib qo'ying, xo'pmi? Bu kunlar albatta o'tib ketadi. Hali o'sha yaxshi kunlar yana keladi. Hammasi joyiga tushib ketadi, muammolar ham hal bo'lib ketadi inshaalloh. Siz sababini qilavering. Eng asosiysi to'xtab qolganingiz yo'q. Bu holat bekorga emas.